Assalomu alaykum hammaga. Tasavvur qil, telefoning qo'lingda, bitta xabar keldi va sen 5 daqiqa deb ochding va oradan 1 soat vaqt o'tdi. Biz diqqatimizni yo'qotyapmizmi yoki diqqat bizni tark etyaptimi? Muallif Kel Nyuport. Bugungi zamonda eng qimmatli ko'nikma bu diqqat bilan ishlay olish. Pul emas, talant emas, aynan chuqur diqqat. Kitobda ikkita muhim tushuncha bor. Birinchisi chuqur ish. Bunga misol telefonni o'chir, diqqat bilan ishla va miya 100% ishlayapti. Natijada esa bilim tez singadi, ish sifati ortadi. Inson boshqalardan ajralib chiqadi. Endi sayoz ishlarga kelsak, Telegram, Instagram, keraksiz chatlar, keyin qilamanlar, ishni ortga surish. Muallifning aytishicha, sayoz ish seni band qiladi, lekin rivojlantirmaydi. Nega ko'pchilik bu hayotda omadsiz? Diqqatni yo'qotgan odam kelajakda raqobatga dosh bera olmaydi. Bugun hamma telefon bilan, hamma chalg'iyapti. Hamma vaqtim yo'q deydi. Lekin aslida diqqat yo'q. Lekin muallif shuni aytib o'tib ketadiki, agar siz chet elga endi borgan talaba bo'lsangiz, siz uchun Facebook, Instagram, Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar sizga juda qo'l keladi. O'zingizga aniq maqsad qo'yib oling. Internetdan vaqtichog'lik uchun foydalanmang. Bir kunda hech bo'lmasa 1-2 soat teran ish bilan shug'ullaning. Sizga kitobni to'liq o'qishni tavsiya qilaman. Bu kitobni hamma yoshlar o'qishi kerak deb o'ylayman. Ayniqsa maktab o'quvchilari. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Videoga like bosib keting.